Menga masalan bilasizmi, ko'p savollar berishadi. Unda strategik maqsadlarni o'zi yetar ekan. Hamma narsani yetar ekan-ku, yaxshi odam bo'lgin, insofli bo'lgin, ahil bo'linglar. Zo'r deyman. Yo'nalish berdi. Lekin u nimadan iborat? Qayerdan bilamiz? Masalan deylik, hattoki bizani, masalan O'zbekiston bilan deylik, Rossiyadagi hattoki yaxshi odam bo'lgin deganning ichidagi so'zlari har xil bo'lishi mumkin. Yoki erishimli bo'lgin, u ham har xil bo'lishi mumkin. Yoki maqsad qo'ygin, uni ichiga har xil narsa kirishi mumkin. Yaxshi yomon ma'nosida emas, har xil, qadriyatlar har xil, millat strukturasi har xil, falsafasi har xil. Xuddi shunga o'xshab, strategik maqsadlar bizga umumiy yo'nalish beradi. Taktik maqsadlar ularning ichiga nima kirishini aytib beradi, aniqlik beradigan narsa. Taktik maqsadlar ular aniq bo'ladi va qisqa bo'ladi deylik. Masalan, bolam turganda idishni yuvib kelgin. Ya'ni siz bolani bitta tartibga o'rgatmoqchisiz va siz aytasiz, masalan, bu balki ota-onalarga qiziq bo'lsa, har kuni yechgan kiyimingni taxlab qo'ygin. Bolam tartibli bo'lgin. Ichgan choyini, pelasini yuvib qo'ygin. Yoki bolam odobli bo'lgin. Xonaga kattalar kirdi, tez turib salom ber, qo'llardagi yukini ol. Tushuntira oldimmi?